Qovg'a burchi vakillari, sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Sizlar bilan Sulviya. Bugungi daromad bashoratimiz sizlar uchun 2026-yilda sizlarni nima kutayotgani, hayotingizda har sohasidan oz-oz ko'rib chiqamiz. O'zingizga nastroy qiling, tayyor bo'lsak boshlaymiz. Birinchi domimiz bu sizning xarakteringiz, lichnessingiz. 2026-yilda siz o'zingizni haqiqatan ham qirol sifatida o'zingiz joyingizda his qilasiz. Lider kачествосiga ega shaxsday ko'rinyapsiz. 26-yilda siz o'zingizni orqangizdan boshqalarni yetaklaydigan darajada katta rolni o'ynaydigan inson bo'lib ko'rinyapsiz. O'zingizda o'sish bo'ladi. Sizni o'zingiz ustingizda ishlash va o'zingiz o'sha statusingizda o'sish kuzatilmoqda. Ayollarimiz uchun esa bu kartalar balki mana shunaqa inson hayotiga kirib kelishini ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi domimiz bu sizni o'zingizni ishlab topadigan pullaringiz yoki o'sha sizni samatsankangiz qanaqa bo'lishini ko'rsatadi. Ikkinchi kartada haqiqatan ham samatsankangizni ko'rsak, samatsankangizda depressivniy holat va agressivniy holat ko'rinmoqda. Siz o'zingizni uncha yaxshi his qilmasangiz mumkin, chunki jang holatidasiz. Balki o'sha xafagarchiliklar bo'ladi, qanaqadir shu xafagarchiliklar muammosi bilan bog'liq bo'ladi. Samatsankangiz ham ta'sir qiladi. Yoki pul muammosida agar qarasak, pul tomondan, moliya jihatdan o'sha siz o'zingizni ishlab topadigan pul tomoningizda qanaqadir muammolar paydo bo'lishi mumkin. Demak, o'sha moliya jihatdan agar qarasak, balki o'shani ustida muammo yuzaga kelishi mumkin, jang holati. Uchinchi kartamiz esa sizning atrofingizdagi insonlar bilan bo'lgan munosabatingizni ko'rsatadi. Atrofdagi insonlar bilan siz o'sha kurash bo'layotgan holatda o'zingizni himoya qilayotgan pozitsiyadasiz. Demak, ikkinchi dom bilan agar bog'lasak, siz haqiqatan ham o'sha jang bo'layotgan muammoni hal qilish jarayonida o'zingizni himoya qiladigan zashita pozitsiyasida turasiz boshqa insonlarga nisbatan. Uchinchi kartamiz bu oila. Oilada katta o'zgarishlar kutmoqda ba'zi qovg'a burchi vakillarini. To'ylar, marosimlar, qanaqadir bitimlar tuzilishi mumkin. Bu sizga juda yoqadigan o'zgarishlar bo'ladi oilada. Keyingi kartamiz sizni hobbingiz bo'lishi mumkin. Sizni sevgi, qiziqishingiz, sevadigan darajada qiziqib qiladigan ishingiz haqida bo'ladi. Bu yerda haqiqatan ham siz bir ishni balki o'tmishda qilgan bo'lsangiz, o'sha ishingiz ko'ngildagidek rezultat bermagan, natija bermagan va xafagarchilik bilan tugagan. Sizni aldab ketgan bo'lishlari mumkin, siz aldagan bo'lishingiz mumkin va o'sha bitimlar oxiri buzilganligini ko'rsatmoqda. O'tmishda o'sha xafagarchilik hozirgacha sizni ko'nglingizda bor, o'shani ustida balki hozirgacha balki qanaqadir bir ishlovlar ishlayotgan bo'lishingiz mumkin ham. Balki masalan kimdir kredit olgan va o'shani haligacha to'layotgan bo'lishi mumkin. Mana shu ma'noda aytyapman. Hozirgacha o'sha qandaydir xafagarchiliklar sizni ko'nglingizga ta'sir qilmoqda. 2026-yil bu hali davom etadi sizga degani. Keyingi karta ish jarayoni haqida. Ba'zi birlaringizda kimdir dekretga chiqib ketsa, bolasi orqasidan o'sha ish joyidan dekretniy pullar olishi mumkin. Ba'zi birlaringiz esa qanaqadir qo'shimcha kichkina, katta bo'lmagan mayda summada pul olishi mumkin. Ba'zi birlaringizda ish jarayonidan o'qishga yuborishlari mumkin. Keyingi kartamiz hamkorlik kartasi. Hamkorlikda siz hamkorlaringiz bilan o'sha kimgadir balki boshqa insonlar bilan boshqa bir dogovorlar, kontraktlarni qo'l qo'ymoqchi bo'layotgan, imzolamoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, hozircha o'ylovdasiz. Kerakmi yo'qmi hali o'zingizga qaror qabul qila olmayapsiz. 2026-yil siz hali o'ylovda bo'lasiz hamkorlar ustida. Keyingi kartamiz transformatsiya. Transformatsiya shuni ko'rsatyaptiki, qanaqadir jiddiy hujjatda statusga bog'liq o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ayollar uchun balki ajrashish yoki erga tegish shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Erkaklarimiz uchun sizning hayotingizga qanaqadir mana shunaqa
Kozirog, Deva yoki Telets burji vakillari bo'lgan ayollar sizning hayotingizda o'sha krizisingizda, transformatsiyangizda jiddiy rol o'ynaydigan darajada kirib kelishi mumkin. Keyingi kartamiz dunyoqarashingiz. Dunyoqarashingiz haqiqatdan ham katta transformatsiya o'zgarishi bilan bog'liq bo'ladi. Qovg'a burji vakillari sizning hayotingizda dunyoqarashingizga juda qattiq, balki mana shu biror bir erkak kishi oilangizdan yoki atrofingizdan biror bir erkak kishi juda katta ta'sir ko'rsatishi mumkin sizning dunyoqarashingizga. Yoki bo'lmasa erkaklarimiz uchun sizning hayotingizda o'sha boya aytib o'tganimizdek boshqa qaysi bitta o'sha ayol kishi kirib kelishi butun sizni dunyoqarashingizni balki o'zgartirib yuborishi ham mumkin. O'sha ayol kirib keladi hayotingizga va sizning dunyoqarashingiz shu bilan o'zgarishi mumkin. Mana shunaqa krizislar, transformatsiyalar, o'zgarishlar kutmoqda. Status, o'zingizni ustingizda ishlash, mana shunga o'xshash holatlar. Keyingi kartamiz karyera, status qanaqa bo'lishini ko'ramiz. Karyera statusda o'zingizni yaxshi his qilasiz. Siz o'ziga toq, o'ziga xos holatda, moliya jihatdan ham yaxshi holatdasiz, lekin ba'zi birlaringiz ko'pchiligi agar qayergadir sanatoriyaga dam olishga bormoqchi bo'lsa, sanatoriyaga bemalol ketishlari mumkin. Ko'proq ichki o'zini his tuyg'ulari bilan ishlashga harakat qilishi mumkin. Ko'proq ish jarayonida umuman olib qaraganda ko'p qovg'a burji vakillari ishlashni emas, balki o'zini ustida ishlash va ko'proq o'zi yolg'iz qolishni ko'proq xohlab qolishi mumkin. Bu degani ba'zi qovg'a burji vakillari pensiyaga chiqishi mumkin. Ba'zi qovg'a burji vakillari dekretga ketadi. O'shanda o'sha ko'proq ishda emas, ko'proq o'zi bilan o'zi band bo'lishi mumkin. Yana ba'zi qovg'a burji vakillarimiz atayin ishga chiqishi emas, ishdan ketishni o'ylashi mumkin. Ko'proq mana shunaqa o'zini ichki hissiyotlari ustida ishlash boshlanishi mumkin. Moliya jihatdan o'zingizni yaxshi his qilasiz. Problema bo'lmaydi sizga ishdan ketishingiz. Keyin kartamiz bu do'stlar, orzular. Haqiqatan ham siz insonlar, do'stlar oldingizda uncha ko'p ko'rmayapman. Siz yopilgan holatdasiz, chunki ko'p kishi bilan balki muloqot qilishga qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. O'sha hayotingizda o'sha ba'zi bir qanaqadir ta'sirli holatlar o'tmishda bo'lgani uchun boshqa insonlar bilan siz boshqa insonlardan, odamlardan yopilayotgan holatdasiz va ko'pincha sizga do'st emas, balki siz o'zingizga ishongan holatda, o'zingiz bilan o'zingiz bo'ladigan yopiq holatda ko'rinyapsiz. Sizning karmangiz shundan iboratki, siz o'zingizni his tuyg'ularingizni, intuitsiyangizni quloq solishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. 26-yil o'zingizni ustingizda ishlashingiz. Agar qanaqadir bir tupik holatga tushib qolsangiz, ichki his tuyg'ungizga quloq solishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. To'g'ri javob olish uchun qiynayotgan savollaringizga va hayotingizdagi bo'lgan har bir soniya, daqiqalaringizga Xudoga o'sha minnatdor bo'lib yashashni o'rganishingiz kerak bo'ladi. O'zingizni, samatsankangizni ko'tarish uncha ko'p vaqt, uncha важный bo'lmaydi-yu, lekin siz birinchi o'rinda o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Lekin egoist bo'lmasligingiz kerak. Mana shunaqa qanaqadir paradoks kontrol bo'ladi 26-yil siz uchun. Maslahat kartalarimizga keladigan bo'lsak, bizning qovg'a burji vakillarimizni ba'zilarida yangi maqsadlar qo'yish vaqti keladi. 26-yil bu o'z ichki his tuyg'ularingizga quloq solib, yangi maqsad qo'yish vaqti. Bundan foydalanishingiz kerak. Ko'p kishilarga, ko'p qovg'a burji vakillari uchun uy masalasi, oila masalasi juda ko'p muhim rol o'ynaydi. Ba'zi qovg'a burji vakillarimiz uy olish masalasi bilan maqsad qo'yishi mumkin. 26-yil o'ziga yoki qanaqadir xatti-harakatlar boshlashi mumkin.
ba'zi qo'g'i burji vakillarimiz oila a'zolari turmushga chiqish, oila qurish maqsadi qo'yilishi mumkin. Ba'zi qo'g'i burji vakillarimizni esa sehr jodu agar qiziqtirayotgan bo'lsa, o'sha dushmanlari sehr qilyaptimi yo'qmi deb o'ylayotgan bo'lsa, sehr jodu qilmayapti. Javob nimaga deganda, sizning dushmanlaringiz sizdan ancha uzoqda. Bundan xavotir olmasangiz bo'ladi. Demak, общий qilib aytganda, bu maqsadlar tez bo'ladigan maqsad emas. Bunga hali vaqt bor degani. Qo'yadigan har bitta uyga, oila qurish yoki uy olish maqsadlaringizga keladigan bo'lsak, bu juda uzoq vaqtga davom etadigan maqsad, lekin 2026-yil sizga o'sha aynan boshlaydigan bazasini quradigan vaqt. Shundan foydalanishni bilishingiz kerak bo'ladi. Umid qilamanki, sizlarga aytib o'tgan bashoratim tushunarli bo'ldi. Qo'limdan kelgancha tarjima qildim. Shunday ekan, yoqqan bo'lsa, o'zingizni layklaringizni ayamang. Like bosing. Kommentariyada, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Va mana shunday yaxshi kayfiyatda bu bashoratni sizlarga yopaman. Sizlar bilan xayrlashaman. Paka-paka. O'zingizni asrang. Hammasi yaxshi bo'ladi.